Yangi O'zbekiston taraqqiyoti malakali va zamonaviy fikrlaydigan kadrlar bilan chambarchas bog'liq. Qarshi shahrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi Qarshi hududiy filialida yoshlarni davlat xizmatiga tayyorlash, ta'lim, liderlik va innovatsion yondashuvlar mavzusida respublika masofaviy davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda davlat boshqaruvi tizimi uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ertamiz egalarining intellektual va liderlik salohiyatini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatidagi davlat xizmatchilari orasidan tanlab olingan salohiyatli kadrlar zaxirasiga nomzodlar uchun mana 1-iyundan boshlab 5 kunlik Qarshi shahar filialida o'quv mashg'ulotlarini olib boryapmiz. O'quv mashg'ulotlari o'sha akademiyaning professor o'qituvchilari tomonidan bizga mashg'ulotlar olib borilib, o'sha davlat boshqaruvida shaffoflikning ta'minlash, korrupsiya holatlarini oldini olish, boshqaruv va ish jarayonlarini raqamlashtirish, innovatsion g'oyalarni targ'ib qilish asosida mana shu ustozlarimizdan dars olyapmiz. Tadbirda davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari, davlat xizmatchilari, olimlar, professor, o'qituvchilar hamda talaba yoshlar ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar mamlakatimizda davlat xizmati sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, inson kapitalini rivojlantirish va kelajak rahbarlarini tayyorlashning ustuvor vazifalari xususida fikr bildirdilar. Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi Qarshi hududiy filialida bugungi kunda Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining istiqbolli kadrlar zaxirasi, salohiyatli kadrlar zaxirasi, shuningdek o'rta va quyi bo'g'i rahbar kadrlarini kasbiy malakalarini oshirish, ularni kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlar orqali malaka oshirish kurslari tashkil etilib kelinmoqda. Mazkur malaka oshirish kurslarida tinglovchilarimizni zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda ularni bugungi kun rahbariga xos bo'lgan imijini yaratish, zamonaviy rahbar qiyofasini shakllantirish, qolaversa ularni xalq bilan murojaatlarida nimalarga e'tibor qilishlari kerak, zamonaviy rahbarning ma'naviy qiyofasida kitobxonlikning o'rni hamda yoshlarimizni davlat xizmatiga tayyorlashda kelajak liderlarda talab qilinadigan ko'nikmalar haqida bir qator dasturlarimiz bo'yicha amaliy webinar, trening mashg'ulotlari tayyorlanib kelinadi, tashkil etib kelinadi. Davra suhbati davomida davlat xizmati uchun kadrlar tayyorlashning zamonaviy mexanizmlari, liderlik kompetensiyalarini shakllantirish, innovatsion va raqamli texnologiyalarni boshqaruv jarayonlariga joriy etish, kasbiy etika hamda korporativ madaniyat masalalari atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, davlat xizmati tizimini takomillashtirishga qaratilgan muhim farmonlarning mazmun-mohiyati yuzasidan tahlillar o'tkazildi. Rahbar eng avvalo adolatli, xolis inson bo'lishi kerak. Jamoa bilan ishlaganda har bir jamoa a'zosiga individual yondashgan holda, jamoa a'zolarini to'g'ri ish faoliyatini to'g'ri baholagan holda jamoani boshqarish kerak. Bunda rahbardan eng birinchi talab qilinadigan narsa bilim, salohiyat, kreativlik. Hozirgi zamondan kelib chiqadigan bo'lsak, yangi O'zbekiston qiyofasini yaratishda yosh kadrlarga bo'lgan ehtiyoj oshib boryapti. Bunda eng avvalo rahbardan birinchi o'rinda bilim va ko'nikma, iqtidor, salohiyat talab etiladi. Liderlik eng birinchi o'rinda liderlik, o'sha jamoani to'g'ri yo'lga yo'naltirib, jamoani faoliyatini, ko'rsatkichlarini yuqori darajaga yetishtirish. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, bunday muloqot maydonlari davlat xizmati uchun istiqbolli yoshlarni aniqlash, ularning tashabbuskorligi va liderlik qobiliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbir yakunida sohadagi amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish va yosh kadrlarni davlat boshqaruviga samarali jalb etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.